1933 yılı 11. ayının 12. günü Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti ve 1944 yılı 12. noyabr G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetlarining xotir kuni munosabati bilan Turkiyadagi har qaysi Uyg'ur tashkilotlari Şvesiya, Germaniya, Gollandiya, Belgiya, Norvegiya qatorliq Yevropa davlatlaridagi Uyg'ur tashkilotlarining uyushtirishida turli xotirlash faoliyatlari o'tkazdi. Tashkilot rahbarlari, jamoat arboblari, diniy zotlar, avangard yoshlar ayrim-ayrim so'z qildi. Istanbul Safaköy rayonidagi tantarbiya maydonida o'tkazgan murosimga minglagan kishi jo'shqin va qizg'in kayfiyatda ajdodlarni xotirladi va shundoqla Xitoy zulmiga qarshi irodasini ifodaladi. Ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkistonda Xitoy virusi yuqum kasalni bahona qilib, butun ommani uylarga solab va yoki zallarga yuzdan minggacha odamlarni o'pti solab, qamal qilib, och qo'yib qirg'inchilik elib berayotgan bir paytda G'ulji shahardagi aholilarni sirtqa chiqishga yo'l qo'ygan. Shundaqla nayranvoz Xitoy sin ko'rinishlarda keng tarqitishga boshlagan. Bu holatda muhojiratga Uyg'urlar Xitoyning yana qanday bir shumliqni o'ylayotganligidan qattiq andish qilmoqda. Jumladan Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish fondining raisi Robiya Qodir Uyg'ur tashkilotlarga va faoliyatchilariga xitob qilib, bundan keyin da'voyimizni texnik kuchli qilishni, mustaqillik ko'rishini bo'shashmay qanot yaydirib, oxirgi g'albaga erishmaguncha to'xtamaslik kerakligini tashabbus qilib, Xitoy hukumatining necha yil burun ishlab tartgan oila videosini qaytadan tarqitib, qandaqdir bir hiyla mikrlarni qurmoqchi bo'layotganligidan andishlanganligini bildirib, Xitoyning hargizmi oilasidagilarni dastak qilib, da'vo inqilob yo'ldan to'sib qololmaydiganligini ta'kidlagan. Yangi tor bexatarlik dokladida Xitoy hukumati jasuslik yumshoq detali orqali Uyg'urlarga jasuslik qilayotganligini, qarmoqqa aloqa mulozimati, ibodat vaqti, lug'at bilan ta'minlash, ammo amaliyotda kimning yoshirin jinoyatchi yoki oshqun diniy zotlarning izdirkini qilishga ishlatilgan. Yana Google'dan boshqa rasmiy kanallar orqali tushirgil bo'lgan WhatsApp va Telegram qatorliq danglik aloqa programmalarini o'z ichiga olgan jasuslik nazorat qilish qatorliqlarini bildirgan. Xitoy Davlatlik Sahiya Komiteti, Xitoyning an'anaviy tibobati, ma'muriy boshqarish idorasi va davlatlik kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi 9 noyabr kuni davlat sog'lomlikni uchirlashtirishning 14-5 yillik plani nomli hujjatni e'lon qilib, 2025 yilga borganda Xitoy har bir aholining harakatchan boshqariladigan elektronlik sog'lomlik xotirasi va to'liq iqtidorli elektronlik sog'lomlik kodini amaliyalashtiradiganligini bildirgan. Xitoyning rasmiy doklatiga qaraganda, Guangzhou yanada Xitoy virusi yuqumining eng og'ir zarbaga uchragan rayoni bo'lib, 13 noyabr bir kunda 4065 kishi yangi yuqumlangan ekan. Xitoy yuqumni izchil yoshirganligini ko'zda tutganda, amaliy son texmi ko'p bo'lishi mumkin ekan. Xitoy doiralarining kunsiri kuchayayotgan pechatlash, bostirish, kontrol qilish, qamash, orqa-orqadan tekshirish tadbirlari yuqumning tarqalishini kontrol qilolmay, balki doim ikkilamchi ofatni keltirib chiqarmoqda ekan. Oddiy kishilar emas, Xitoy siyosatini yo'lga qo'yg'uvchilar, ijro qiluvchilarmi chidayolmay qolgan ekan. 13 noyabr kuni tibbiy xodimlar torda yig'lab, o'zlari boshqarayotgan binodikilarning hammasini pozitiv bo'lsa-mu, yana ularni kundan necha qitim yadro kislotalik tekshirish vazifasini o'rindashda majbur bo'layotganligini, o'zlarining salomatlik ahvoliga hech qanday rahbarlarning mas'ul bo'lmayotganligini bildirgan. 2022 yılı 15 noyabr günü İstanbul Adalet Sarayı aldıda yeni çağlayan sot mahkemesi aldıda Xitayning jazo lagerlari qurbonlarining tuqqanlar axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligida muhim rol o'ynayotgan mavjud adliya tartiblarining sirtiga chiqib Uyg'urlarni keng ko'lamda qamash uchun barpo qilgan fashist jazo lagerlarida qiynash, bosqinchilik qilish, o'ldirish, majburiy yo'q qilib o'tish va majburiy emgak qatorliq har xil insonlikqa qarshi jinoyatlar keng ko'lamda sodir qilinmoqda. Nurg'un Turkiya fuqaroligidagi Uyg'urlarim bu jazo lagerlarida tutilib turilayotgan bo'lib, hozirgacha ular haqida hech qanday xabar olish mumkin bo'lmadi. Xitoy jazo lagerlari qurbonlarining tuqqanlari bo'lish sifati bilan advokatlar orqali Xitoyning bu jinoyatlari ustidan Turkiya jinoiy ishlar sud mahkamasiga arz sungan. Navbatda bu delo tekshirish elib berish bosqichi turibdi. Bu jinoyatlar haqida o'tgan bir necha yildan nurg'un yangi dalil isbotlar o'tirg'i chiqdi va bu isbotlar Xitoy sodir qilgan jinoyatlarni nihoyat aniq ko'rsatib berdi. Bu qitim Xitoy jazo lagerlarida insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan Xitoy amaldorlarining Istanbul bosh taftish mahkamasida elib berilayotgan tekshirish hujjatiga qo'shimcha dalil isbot suniladi. Axborot e'lon qilish yig'inida advokatlar arizning hozirgacha besib o'tgan jarayoni haqida ma'lumot berdi.
Xitoy hukumatı Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uristonda 2017 yildan boshlab necha million Uyg'ur va qozoq xalqlarini jazo lagerlariga solab, inson qalbidan chiqqan jinoiy qilmishlarni ishlab, ularning o'lish va ig'ir saqaymas kasal bo'lishdek ig'ir oqibatlarni keltirib chiqardi. Yaqinda ijtimoiy taratqularda Korli soqchi idorasining Mahmud Mo'ydin ismli bir qochqinni izlayotganligi haqidagi bir uqtirish tarqaldi. Tutish buyrug'ida qochqinning ichiga mahbus kiyimi kiyganligi yozilgan. O'tgan hafta oxiri Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi tutish buyrug'idagi Mahmud Mo'ydinning 2017 17 yillik kesib o'tilgan bir mahbus ekanligi va Korlining 29-tuvan turmasidan qochganligini aniqlash orqali xabar qilgan. Buning qarta Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish fondining raisi Robiya Qodir mundaq dedi. Men yaqinda Sharq Turkistonning Korli tavallikida bir turmadan qochish voqeasi yuz berganligi, voqeada 3 soqchi va 10 mahbusning o'lganligi, 5 mahbusning turmadan qochib ketganligi haqida bir nomsiz uchur topshirib oldim. Men dastlabda Xitoy turmalarining navbatdagi puxta qurilmasi va qattiq tuzumini ko'zda tutib, bu xabarning rostligiga ishonolmadim. Oradan 10 kun o'tganda ijtimoiy taratqularda Korli soqchi idorasining Mahmud Mo'ydin ismli bir qochqinni izlayotganligi haqidagi bir uqtirish tarqaldi. Tutish buyrug'ida qochqinning ichiga mahbus kiyimi kiyganligi yozilgan. O'tgan hafta oxiri Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi tutish buyrug'idagi Mahmud Mo'ydinning 2017 17 yillik kesib o'tilgan bir mahbus ekanligi va Korlining 29-tuvan turmasidan qochganligini xabar qildi. Men bugun o'xshash manbadan yana bir uchur topshirib oldim. Bu uchurda qochish voqeasining turmaning emgak maydonida yuz berganligi va qochib ketganlardan 2 nafar kishi o'zlarini soqchiga ma'lum qilganligi, 2 nafar kishining mukunib yotgan yerida tutilganligi, bir nafarning Mahmud Mo'ydinning texicha izdilayotganligi yozilgan. Tutilgan 4 mahbusning kimliklari mundaq bayon qilingan. Qamariddin G'olib 42 yosh, To'xti Hikim 25 yosh, Ahmadjon Barat 29 yosh, Burhan Xizir 27 yosh. Hozirgacha menga kelgan uchurlar va Erkin Osiyo radiosining xabari va Xitoyning tutish buyrug'i bir-birini to'liqlaydigan mazmunda. Ya'ni 10-oyning o'ttirlarida Korlidagi bir turma yoki uning boshqarishidagi bir tavallikda ig'ir bir qonliq voqea yuz berganligi ma'lum. Men davlatini qonun bilan boshqarayotganligini bozorga silib kelayotgan Xitoy doiralarini bu qonliq voqea haqida Xitoy va xalqaro jamoatga oshkora ma'lumot berishga chaqiraman. Albatta bu tasodifiy va ayrim bir voqea emas. Men Uyg'ur vaziyatini izchil kuzatib kelayotgan va o'zim 6 yil Xitoy turmasida yotgan birisi bo'lib suhbatim bilan turmalardagi qonxo'r soqchilar bilan chorasiz mahbuslar orasida mushundaq to'qinish va fojialarning davomli yuz berib turadiganligiga ishonaman va bundaq sahnalarga ko'p qatim shohid bo'lganman. Shunga xalqarodagi axborotchilarni Xitoy tarafdan bu voqea haqida ma'lumot so'rashga, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini bu voqeani aniqlab inkos qaytarishga da'vat qilaman. Oxirida shuni eskartaman. Xitoyning 2017 yil ta'sis qilgan yig'ilish lagerlarining ko'pinchisi 2019 yil oxiriga kelganda xalqaro jamoat fikrining bisimi natijasida uni taqganlik nomi ostida turmaga o'zgartdi. Turmadan qochgan mazkur 15 jinoyatchi amaliyoti lagerlarga yig'ilingan ana shu necha million begunoh insonlarning bir partisidir. Bular o'z diniy e'tiqodi va urf-odatlar bo'yicha yashaganligi uchunla Xitoy davlatiga tahdid qarilib jazolangan insonlardir. Men bu kishilarning bu ichinishli taqdirga navbatda Beijingda vazifa o'tayotgan har qaysi davlat elchixonalarining diqqat qilishini talab qilaman va ularni o'zlarining davlatining emas, insonlik olamining bir elchisi ekanligidek vazifasini unutmaslikka chaqiraman. Erkin Osiyo radiosining 16 noyabrdagi xabarda Gollandiya Xon jamiyati havo armiyasining kapitani Monirdin Yadikarning tutqundagi onasi va yangisi haqida ilib borgan aniqlash davomida ularning Monirdin bilan qilgan aloqa sababli kesilganligi dalillangan. Kasbiy mas'uliyat va xizmat o'rnining talablari sababli o'zining siyosiy faoliyatlardan hozirga qadar uzoq turib kelganligini ilgari surgan kapitan Monirdin Yadikar o'zi bilan aloqalashganligi uchun kesilib ketgan onasi va yangisining taqdiriga sukut qilib tura olmaydiganligi va qo'ldan kelishicha harakat qildiganligini bildirgan. Gollandiya havo armiya kapitani Monirdin Yadikar Qumuldagi onasi va yangisi haqida Gollandiya tashqi ishlar ministrligi orqali olgan uchurda ularning terrorchilarni qo'llash va davlat maxfiyatligini oshkorlash bilan ayblanib 15 yillikdan kesib o'tilganligi bayon qilingan bo'lsa-mu, ammo ularning qaysi qilmishining mazkur jinoyatlarga paket sanalganligi ma'lum emas. Qamal Qarta yana ilgarilab ilib borgan telefon ziyoratlarimiz davomida Qumul shahar G'arbita yezisidagi bir kanit amonliq mudiri Monirdinning onasi Imona Nasrullohning chet elga chiqqanlik uchun kesib o'tilganligini oshkorladi. Monirdinning deyishicha, onasi Imonam Nasrulloh 2014-yili o'g'lining to'y murosimiga qatnashish uchun Gollandiyaga kelgan. Monirdinning onasi oz sonli kishilar bilan o'tkazilgan bu to'ydan keyin uzun turmasdan vatanga qaytgan. Gollandiyadagi mazgilda Uyg'ur jamoati bilan uchrashishdan o'zini qochirgan, ammo bu ehtiyotchanligimi qarg'a kelmagan. Uning bu qitimliq Gollandiya safari Xitoy doiralari tomonidan terrorchilarni qo'llash deb ayblanganligi, yangisi Ayxon Mamatning Monirdinga onasining tutqun qilinganligini undilarda xat yozib uqtirganlik uchun tutqun qilinganligi dalillangan.
Kapitan Munirdan o'zining Xitoy tarafidan dushman kuchlar deb sanalganligini, amaliyoti bo'lsa o'zining Gollandiya armiyasidagi bir ofitser bo'lish sifati bilan kasbiy mas'uliyat va xizmat o'rnining talablari sababli hozirgacha muhojiratdagi Uyg'urlarning faoliyatlaridan uzoq turib kelganligini eskartib, onasi va yangisining o'zi sababli kesilganligini, bir farzand va qarindosh bo'lish sifati bilan bu ichinishli oqibatga aslo sukut qilolmaydiganligini ta'kidlagan. Amerika Davlat Majlisining Amerika Xitoy iqtisodiy va xavfsizlik taftish komiteti Xitoyning iqtisod, savdo va xavfsizlikka oid qilmishlarga munosabatli 2022-yillik dokladini Davlat Majlisiga sungan. Hamda bu dokladni e'lon qilish munosabati bilan 15 noyabr kuni axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Bu doklad mazkur komitet a'zolarining boshchiligidagi bir turkum tadqiqotchilarning 1 yillik tekshirish va analiz qilish orqali tayyorlagan doklad bo'lib, uningda Xitoyning Amerika bilan bo'lgan iqtisod, savdo munosabati va Xitoyning Amerikaning davlat xavfsizligiga keltirayotgan tahdidi atrofli bayon qilingan bo'lib, masalani hal qilish to'g'riliq Amerika Davlat Majlisiga 39 turlik taklif sunilgan. Mazkur dokladni e'lon qilish yig'inida 2022-yillik dokladni tayyorlashga mas'ul komitet raisi Alkis Wang Bashinni so'zi qilib, 2022-yilda Xitoyning Xitoy virusi yuqumi, ishsizlik, uy bahosining tushishi, demokratik ellar bilan dushmanlashish qatorliq sabablar tufaylidan xeyli xarablashganligini, shundoq turg'uliq Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib, Tayvanga tahdid selayotganligi va Amerika bilan uzun muddatli raqobat davriga kirganligini qisqacha bayon qilib o'tgan. Germaniyada nashrdan chiqadigan Eynek nomli siyosiy jurnalning 16 noyabr hukumatning bir maxfiy hujjatini oshkorlab e'lon qilgan Federativ hukumatning maxfiy Xitoy strategiyasi nomli maqolasidagi muhim mazmunlar 2 kundan buyon Yevropadagi ko'plagan axborot vositalarida ko'chirib tarqatilib diqqat qo'zg'amoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Germaniya Tashqi ishlar ministrligi tomonidan tuzilgan yangi Xitoy strategiyasi aslida texnik tasdiqdan o'tmagan va oshkorlanmagan loyiha bo'lib, 59 betlik bu loyihasi Germaniyaning munosabatli ministrlarining ko'rib fikr berishiga sunilgan. Eynek jurnali bu loyihani qo'lga tushirib, buningdagi muhim mazmunlarni oshkorlash bilan birga, bu mazmunlar qarta mutaxassislarning o'xshamagan ko'z qarash ham fikrlarini qo'shib e'lon qilgan. Maqolada izohlashicha, bu maxfiy hujjatda Uyg'urlar va Tibetliklar uchrayotgan ig'ir kishilik huquq dafsanchiligiga, Hong Kong masalasiga, ko'nsiri kuchli tahdidga yo'l qo'yayotgan Tayvan masalasiga ko'ngil bo'lishga doir mazmunlar o'rin olgan va ta'minlash zanjiri qonunida majburiy emgak chetishlik tovarlarni ma'ni qilishning chora-tadbirlari bayon qilingan ekan. Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklariga qarta zarur tepilganda jazo tadbirlarini yo'l qo'yishdan chekinmaslikmi tilga ilingan. Uyg'urlar haqida bundan boshqa yana qandaq mazmunlarning borligi va qandaq bayon qilinganligi to'g'risida konkret ma'lumot berilmagan.